Odamlar onlayn zakaz qilishdan juda ham qo'rqishadi. Lekin bu stereotip aynan Turonga tegishli emas. Negaki 6 yildan buyon Yevropa davlatlaridagi juda ham ko'p mamnun mijozlarimiz bor va bu keyslarni sizlar bilan bemalol bo'lisha olamiz. Shifokorlar oilasi ancha yildan buyon Shvetsariyada yashashadi. Ularning qizlari Sevara Shvetsariyada shifokor bo'lib ishlaydilar. Shvetsariyalik yigitga turmushga chiqyaptilar, lekin to'y O'zbekistonda, aynan Toshkentda o'zbek an'analariga xos o'tkazilishini kuyov ham, kelin ham juda ham xohlashibdi. O'zbekistonga kelishganda esa bizani tavsiya qilishgan. Sevara Turon Couture kolleksiyasidagi shohi chopon turkumidan anorgul choponimizni tanladilar. Ularga ozgina o'zgartirishlar kiritib, xuddi shunaqa shohi choponni aynan Sevara uchun yaratdik. Biz aynan shu narsaga qattiq urg'u beramiz. Sintetik ip emas, ipak ipda tikiladi. Sevara Shvetsariyada bo'lganliklari sababli buyurtmani ularni xolalari olib ketdilar. Sevarani choponlarini ularga taqdim qilganimizda prям восхищение deydilar. Sevaraga tayyorlagan shohi choponimiz o'zimga juda ham yoqdi. Va sizgachi bu choponimiz yoqdimi? Izohlarda qoldiring. Keyingi keysimiz esa ikkita kelin ko'ylaga buyurtma qilgan amerikalik mijozimiz haqida.